Biz hozir kaketkali ko'rik tayyorlaymiz. Bu kaketkasini tayyorlab olamiz. Kaketka asosan 3 ta qismga bo'lib bo'ladi. Asosiy alt ko'rinadigan qismi bu astari, mana bu patsorlari. Patsorlari. Endi buni hammasini bir-biriga qo'shib tikib olamiz. Kaketkani astarini astariga, ko'rinish joyiga, patsorni patsorga. Yoqa uchlari, yelka qismlari bir-biriga yetib kelishiga e'tibor beramiz, surilib ketadi. Astar qismini ham bu asosiy qismidan kengroq qilib olamiz, chunki baribir surilishi mumkin. O'shanda astari kaltaroq yoki bir xil joylarga yetmay qolishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda 2 sm 2 sm yonlaridan va pastki qismidan ortiqcharoq kesib olamiz. Endi eng asosiy qismi bu. Eng asosiy qismi qilsa mana bu ikkita mana bu astari bilan patsorni bir-biriga o'ng tomonini qo'yamiz. Mana xuddi shunday. O'ng tomonini qo'yamiz. Mana buni esa chap qismini qo'yamiz. Biz hali og'darib olganda bu o'z holida o'z-o'zidan keyin o'ng tomoniga to'g'ri aylanib keladi. Mana birlashtirib oldik uchalasini, 3 ta qismini ham. Xo'sh, endi buni og'diramiz. Mana buni tarixlab, tikib tayyorlab oldik. Bu yoqani chap ko'rinishi. Endi buni og'dirganimizda bemalol burishmay chiqishi uchun mana chetki joylarni kesib olamiz. Yoqani bemalol ochilib chiqishi uchun bu albatta kesilishi kerak. Bu faqat kaketkada emas, har doim ham patsor qo'yib ishlaganda, xuddi mana shuni og'dirilayotganda, mana shunday qilib ichki tarafi kesib chiqariladi. Bu material tortishib qolmaslik maqsadida. Bemalol yoyilib, o'z xohlagan formasiga kelib chiqadi o'shanda. Xo'p, endi buni bunday og'diramiz. Bosib chiqamiz ichki tarafini. Astarga patsor qismini, patsor va mana bu tikishda bostirib chiqamiz. Bu bostirilmasa yoqa umuman joyiga tushmaydi. Обязательно kerak. Mana bu tikishlarini yengillashtirib olamiz. Ko'tarilib tushib qolmasligi uchun o'sha ikki chetini, yelka qismini ozroq yengillashtirib olamiz. Xo'sh, endi bo'ldi ishimiz tayyor. Endi mana aytganimdek, mana bu qoldi, ustki qismiga tikish o'tmasligi kerak. Mana bu patsor va astar qismiga bostiramiz. Bu ustki tomoni mana. Paketkaning ustki tomoni. Bunga tegmasligi. Hech qanaqa tikish ko'rinmaydi. Bu ichki tomonidan bostiramiz. E'tibor beramiz, mana bu joyi tikilmay qolib ketmasligi kerak. Обязательно mana bu ustidan tikish tushishi kerak. Kata